Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Aka, men qilayotgan joyim mana edi, qarang. Qanday strelka qilganman, aytgacha bu yog'i tepadan tushib keladi. Shu tepadagi birinchisi, pastdagi birinchisi ashtabali teng parallel yonishi kerak, o'rtada ikkalasi yonib to'xtashi kerak. Yana boshqatdan boshlanishi kerak, mana. Shu strelkada, короче, shu ketma-ket yonishi kerak, parallelni. Yana kelgandan keyin yana qaytadan boshlanadi. 1 2 3 4 5 ta, tepada ham 5 ta. Ana hozir farg'onalik bir klientimiz zakaz qilgandilar. Daragoy sentrga kirish qismidagi eshiklarni oynasiga LED lampa qo'yilgan ekan, 8 tadan 16 ta. Ketma-ketlikda yonib o'tish kerak ekan. Ana shu narsani Arduino yordamida amalga oshirdik. LED lampalar mana shu tartibda yonib o'chib turadi. Odamlarni o'ziga jalb qilish maqsadida qilingan. Arduino bunda faza 0 ajratilgan. Bular LED lampalar, o'sha oynalarga qo'yiladigan. Bu esa 0, общий 0 bitta bo'lib ketadi. Faza har bitta releni o'rtasidan kiradi mana. Bundan chiqib ketadi lampaga. Faza kelib o'rtadagi konnektorga ulanadi. Bundan LED lampaga chiqib ketadi. Mana bu esa bunga ulanmaydi. Bu ikkalasi bitta bo'lib turadi. Kelib relay buni qo'shgan paytda bu uziladi. Ungacha bu ikkalasi bitta bo'lib turadi. Bunga ham lampochka ulasalar bo'ladi. Navbat kelib yonguncha bu постоянно yonib turadi. Bu buni qo'shganda bu o'chadi, sirasi yana qayta yonadi. Shuning uchun bu qorada belgilangani ulanish shart emas. Shuning uchun har bitta mumkin bo'lmagan joyitiga qorada qilingan. 220 volt faza liniyani mana shu siyoh rang liniyaga ulaydilar. 220 volt 10 ampergacha bo'lgan. Mana bu tayyor bo'ldi. Endi buni qo'llanmasini birgalikda jo'natamiz.